Ko'pchilik men ishiga ahamiyat beradi, mana misol uchun realni ko'rsatib o'tib ketadigan bo'lsa, mana 1 metr, 1 metr. Bu narsani qo'yganimiz hisobi ko'pchilik mollar hammanikida bo'ladi, misol uchun sho'x keladi, sho'xga mana. Molxonani tag qismini g'ish qilgan yaxshimi yoki stashka qilgan yaxshimi? Bilasizlar, mollarimizni siydigida hamda go'ngdan chiqayotgan gaz ammiak gazi hisoblanadi. Bu ammiak gazi mollarimizni semirishga ham xalaqit beradi. Undan tashqari mollarimizda o'pkasini chiritish yoki o'pkasi. Endi Asrorbek, sir bo'lmasa, bu molxonamizga qancha rasxod ketgan? Ya'ni qo'yilgan to'sinlari ham, yog'ochlari ham akalar uyga ishlatiladigan baquvvat yog'ochlardan. Aytganlaridek 600 ta, 500 ta pressni bemalol ko'taraveradigan akalar varianti. Hurmatli obunachilar, sizlarga hozir molxonani 5 yulduzini ko'rsatib o'tamiz. Akalar, xudo xolasa, bu molxonamizga qancha rasxod ketgan, qanaqa sharoitlar qilingan va nimalarga ahamiyat berish kerak va eng qizig'i, akalar, bu joyda nechta molga moslashtirilgan bir qisqacha ma'lumotni to'lig'ini olib berishga harakat qilamiz. Akalar, undan oldin videomizga, akalar, kanalimiz rivoji uchun bitta like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yasizlar, akalar, keng tarqalishga akalar yordam bergan bo'lasizlar. Xudo xolasa, kimdirlar mana shunaqa molxona qurishni havas qiladi, orzu qiladi yoki mana shunaqa qanaqa molxona qursam ekan, men qanaqa razmerlar kerak, qanaqa molxona qurayin ekan degan obunachilarimizga ham bemalol tavsiya qilaveramiz. Mana shunday molxonalarni har bittamizga nasib qilsa obunachilar. Biz bu molxonani to'lig'ini Asrorbek ukamizdan olib berishga harakat qilamiz. Asrorbek, maza yaxshimi? Charchamasdan, maza yaxshimi? Xudo xolasa, endi obunachilarga bir qisqacha ma'lumotni bo'lishsangiz. Obunachilar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Video davomida hamma yo'qni ko'rsatib o'tib ketamiz. Ozginacha tushuntirib o'tib ketamiz. Videoga like bosib boshladik. Bo'lmasa obunachilar, biz boshlayveramiz. Endi Asrorbek, bu molxonamizda razmerlari qanaqa? Uzunasiga necha metr, eniga qanaqa, bu balandligi qanaqa? Balandligi, misol uchun birinchida aytib ketadigan balandligi 3,5 metr qilingan. 3,5 metr. Bo'yi uzunligi esa 18 metr qilingan. Uzunasiga 18 metr, eniga qancha? Eniga 4,5 metr qilingan. Eniga 4,5 metr. Ya'ni o'sha devorning boshidan mana shu ustungacha 4,5 metr qilingan. Lekin uzunasiga esa 18 metr. Endi Asrorbek, bu molxonamiz qanaqa qilib bo'lingan endi? Masalan, mana yo'lagi qanaqa, mana ichiga latoyi qanaqa, mol turadigan o'xiri, boshqasi hammasini bir ko'pchilik men ishiga ahamiyat beradi, mana misol uchun realni ko'rsatib o'tib ketadigan bo'lsa, mana 1 metr, 1 metr. 1 metr qilib ketilgan beyda, uni tagi 50 qilingan, 50. Bey 2 metr qilingan. Kichkina yo'lakchasi 50 qilingan. Mana 2 metr qilingan. Ha, mol turadigan joyda 2 metr. 2 metr. 2 metr. Uyog'ichi? Uyog'i 1.30 qilingan. 1.30 dan 1.50 gacha qilsa bo'laveradi. 1.30 dan 1.50 gacha. Ya'ni molxonani tashqi tomon, ya'ni yuradigan yo'lakchasi, xotirjam arava tortib alingacha sig'averadi. Ha, arava tortib bemalol sig'averadi, yem tayyorlashga ham juda qulaylik keltiradi. Endi Asrorbek, bu molxonamizda razmerlari qanaqa endi, mana o'xirda qanaqa, orasidagi ustular orasi qanaqa, bu shularda ham ma'lumotni berib ketsangiz. Mana o'xir, mana ichini birinchi o'rinda ichini ko'rsatadigan bo'lsa, mana realni ko'rsatadigan bo'lsa, mana 55. 55 ga olishaveradi. Aha. Mana endi buni ichi, bo'ldi. Ichki tomoni. Ichki tomoni mana. Buni 45. 45 ketishaveradi. Mana bo'yini ham ko'rsatib o'tib. Bo'yi? Mana. Bo'yi ham 45. Ya'ni bo'yini mana ikki tomon ikki xil ekan, masalan bu tomoniga molni yemni chiqarib olmasligi uchun ham qilingan. Aqdi baland qilingan hisobi yemni misol uchun ko'pchilik mana bunda suzib qiladi-yu, shunda yem chiqib ketmaydi. Keyin mana ahamiyat beradigan bo'lsangiz, mana buni temirlar. Temirlar qilingan. Temirlar misol uchun ko'pchilik mol suzadi, burchaga suzib buzib ketganlarni ko'rgan bo'lishingiz kerak. Ko'pchilik ko'radi shundaqalarni ham. Shuning hisobiga bu temir qilingan, mol uncha buzilmaydi ham, mustahkam turadi. Endi razmeri qanaqa bu o'xirimiz orasi, ustuni qanaqa, turbalari orasi? Ustuni mana misol uchun realni ko'rsatib o'tib ketadigan bo'lsa, mana 1 metrga qilingan mana, 1 metr. Mana 1 metr men ushlab turay. 1.10 ekan mana. 1.10. 1.10 ga 1 metr qilsa ham bo'ladi. Balandligi qanaqa endi? Balandligi mana 50. 50 qilingan mana. 50 dan tortib 60 gacha. 50 dan tortib 60 gacha. Endi pastchi pasti, o'xirdan pasti 2 metr qilingan. Yo'q, mana bu joyda mana. Ha, temirdan yerga. Bo'yimi? Aha. Bo'yi 70 gacha qilingan, 60 dan tortib 70 gacha. 70 ga olishaveradi, 70 ga. 70 deb aniq qilishaveradi. Endi men shu joyda ko'rib turibman, mana bu durgalar qo'yilgan ekan o'rtaga. Nimaga aynan bu joyga ikkitaga bitta qo'yilgan-u? Mana bu joyda har bittasi alohida qo'yilgan. Sababi nima? Buni qo'yganning hisobiga sababi ko'pchilik qo'ymaydi. Ko'pchilik mol purishlar qiziqmaydi bu narsaga.
bu narsani qo'yganimiz sabab ko'pchilik mollar hammanikida bo'ladi, masalan, sho'q keladi. Sho'qiga mana yaqin qilib qo'yganlarimiz sho'qi uchun. Mana nari kenglari endi yuvosh-yuvashlar qilib qo'yiladi kenglari. Bu qilib qo'yganimiz hisobiga masalan, ko'pchilik var bunda o'dirib olib, boshiga ham tichib tashaganlari va oxiriga ham tichib tashamaydi. Ko'pchilik tichib tashaydi, masalan, bundaqa qilmaganlar. Qilganlarki, chichimaydi ham bir tekisda turadi, chichganda ham masalan, bir tekisda chichadiki, uni shipirganda ham oson bo'ladi-da. Tep ko'p qashlovmaydi ham buni. Ko'p qashlovmaydi ham. Shuning hisobiga ham buni qilib ketilgan. Yana bir ikkita qilinadi, temirlar, xudo xolasa video davomida ko'rsatib. Endi Asrorbek, bu pol qismiga keladigan bo'lsak, pol qismiga qancha g'ish ketgan o'zi? Masalan, pishgan g'ish terilgan ekan. Pishgan g'ish 1000 ta ketgan. 8 tadan tortib 1000 tagacha. 8 tadan 1000 tagacha ketgan. Endi hozir shu joyda savol, endi siz ham anchadan beri mol boqasiz, boshqa qilasiz. Molxonani tag qismini g'ish qilgan yaxshimi yoki stashka qilgan yaxshimi? G'ish qilgan yaxshi, chunki ko'pchilik semin qilganga masalan yozda yaxshi bo'laveradi. Yozda yaxshi bo'laveradiki, muzda yo'q turadiki, qishda bo'lmaydi-da. Sherziki qishda bo'lmaydiki, siygan hisobiga zahlaydi, semin zahlaydi. Zahlagandan keyin oyoqqa ta'sir beradi. Oyoqqa ta'sir berganda ko'pchilik mollar ko'rdim, semin bo'lar ekan, ko'pchilik. Seminda tekis qilib qo'ygan, mana bunday qilib. Orqa baland, oldi past. Beyda oldi baland, orqa past. Shuning hisobiga siydik toshini tushib ketaveradi. Bo'q tushganda ham sipanib sekin tushib ketaveradi. Endi mana narsani ko'ryapman. Nimaga teshik qilingan? Bu teshik misol uchun siydik alohida, bo'q alohida bo'ladi-da. Bo'q alohida bo'lish, siydik bilan alohida bo'lish hisobi. Endi Asrorbek, bu teshigimizda endi haqiqatan molimizda masalan suyruq qilingan ekan. Avval sifat masalan tepa baland, bu tomoni past ekan. Siydigimiz ham oqaveradi, lekin bu joyga tashqariga chiqib ketadi. Tashqariga go'ngi bilan siydigi alohida bo'ladi. Go'ngi ham misol uchun hozir momentda ko'pchilik silos beradi-yu, silos berish hisobiga siydik ko'p siyatda mal. O'shaning hisobiga siydik alohida bo'ladi, go'ngi alohida bo'ladi. O'shanda normallik go'ngi ham chiroyli bo'ladi. Molni o'zi ham baligi chiroyli bo'lib turadi-da, chunki meni ho'l bo'lmaydi ham, quruq ham to'tga turadi. Endi hurmatli obunachilar, sizlarga ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketamiz. Bilasizlar, mollarimizni siydigida hamda go'ngidan chiqayotgan gaz ammiak gazi hisoblanadi. Bu ammiak gazi mollarimizni semirishga ham xalaqit beradi. Undan tashqari mollarimizda o'pkasini chiritish yoki o'pkasida shamollashlar ham aynan shu ammiak gazidan hosil bo'ladi. Shuning uchun sizlarga tavsiyamiz go'ng xonasi yoki siydik xonasiga mana shunday turbalarni qo'yib akalar tashqariga chiqib ketishini ta'minlab beringlar akalar, sizlarga ma'lumot o'rnida, lekin foyda juda ham katta akalar, sizlarga bemalol tavsiya qilaveramiz. Endi Asrorbek, bu aytyapmizki, bu molxonamizga mana qanaqa qilingan, sharoitlar qilingan deyilyapti, lekin molxonamizga yana qanday kamchiligi bor yoki nimalar qilib narsani aytib ketadigan bo'lsam, gapingizni bo'ldim. Mana bo'yini ko'pchilik past qiladi. Past qilish hisobiga gaz ko'payadi. Hop, amika gaz deyapsiz, ko'payadi. Baland qilsam, misol uchun bizniki baland ko'paymaydi. Baland qilganda misol uchun yozda ham ya'ni sovuq bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. Shunga baland qilish kerak. Baland qilgan yaxshi. Endi akalar, xudo xolasa aytayaptiki, molxonamizni balandligi qancha baland bo'ladigan bo'lsa, havo aylanishi ham yaxshi bo'ladi, skvozniy bo'ladi. Mollarimizni shamollash yoki issiqlash kasalligiga uchramaydi akalar. Shuni sizlarda ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketamiz. Endi Asrorbek, qanaqa kamchilik yoki qanaqalar qilinish kerak yana molxonamizga? Yana ozgina montaj kamchiligi bor. Mana montaj etganimda mana buni oxirlar ko'rib turibsiz. Mana bu teshik qilib qo'yganmiz. Mana bunday qilib, ko'pchilik tekis qilib qo'yadi. Biz mana bunday qilib qovuncha qilib qo'yganmiz. Avval sifat. O'shani o'naqda teshikda montaj qilamizki, ega kran qo'yamiz. Kranni ochganimizda suv mana teshik qilib qo'yamiz, buni turbani kesib tashlab cho'tka qilib qo'yamiz. Teshikni yo'q qo'yamiz, kerakchi. Keyin bag'dan suv qo'yib bersak, to'ladi suv oxirga. Ko'pchilik shunday qilyapti. To'lish hisobiga haligilar mollar to'yib ichib olgandan keyin eyda chiqarib beramiz, chiqib ketaveradi. Chiqib ketaveradi. Yashang, endi elektr montaji bilan suv montaji qolib qolsa molxonamizga. Shu ozgina kamchiligi bor. Ozgina kamchiligi bor ekan, lekin bu joyda ham masalan 4 ta buzoqqa moslashtirilgan ekan, lekin gaz zagon sifatida foydalansa ham bo'lar ekan. Bemalol buzoqchalarni qo'yib yuborib boqadigan sharoit ham qilingan ekan akalar. Endi bu joyda masalan silos ham ko'milgan ekan, ha? Bu silosni nechta o'rna silos qilingan edi? Beyda silosi ham 12 taga moslangan, 8 ta ko'milgan. 8 ta ko'milgan. Yana ozgina ko'mveramiz endi.
Jami nechta undan siqqan o'zbekga? Jamida 8 ta 12 ta sig'atda. Ha, 12 ta sig'adi, o'rtacha bir 4 tonnadan bo'lganda ham, xudo xolasa, bu joyga o'rtacha 40 tonna atrofida hozir, 40 tonna atrofida 40 ko'proq tonna endi ketaveradi. suyuq qo'ygan. Endi biz qanchaligini bilmaymiz, lekin o'rtacha 40 tonna desak ham bo'laveradi. Yashang endi obunachilar, sizlarga bu ma'lumotlarni aytamiz. Sizlarga mana shu molxonamizda masalan yuradigan yo'lagini ham, arava yuradigan, bu tomonni ham go'ng toshgan ham arava yuradigan, qilinadigan bo'lsa, akalar silos toshlardimi, go'ng toshlardimi bemalol sharoitlar qilinsa yaxshi bo'ladi. Endi Asrorbek, sir bo'lmasa, bu molxonamizga qancha rasxod ketgan? Rasxod endi hammasini aytadigan bo'lsam 15 ming ag'barda kirib ketgan. 15 ming atrofida ketgan. Endi materiali, usta haqqi, devor qismi yo tom qismi hammasiga 15 ming atrofida pul ketgan. Endi tomi ham balanddir. Ha, tomi ham baland. Baland qilish hisobiga misol uchun 600 tagacha hashak kirib ketaveradi. 600 ta somon press sig'averadi. Boshingizni urib olmaysizda xotirjam yurasiz. Ba'zilar undab enkin yuradi. Bizda xotirjam hamma yog'i tekis, bir tekisda ko'rinadi. Masalan, ko'ryapsizlar, molxonamizda ustullari, ya'ni qo'yilgan to'sinlari ham, yog'ochlari ham akalar uyga ishlatiladigan baquvvat yog'ochlardan. Aytganlaridek 600 ta, 500 ta pressni bemalol ko'taraveradigan akalar varianti. Sizlarga mana shunday molxona qurishlaringizni bemalol tavsiya qilaveramiz akalar. Xudo xolasa molxona qurishga havas qilganlar, qurilishga havas qilganlar va mana shunaqa molxonada buqa boqishga havas qilganlar akalar bittadan like bosib qo'yasizlar. Bizi mehnatimizni qadrlab akalar, xudo xolasa obuna tugmachasini bosib akalar otangga rahmat deb kommentariyaga izohlaringizni qoldirib ketasizlar. Biz qisqacha ma'lumot berdi degan umiddamiz. Endi Asrorbek qisqacha ma'lumot berdi degan umiddamiz. Endi xato kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz obunachilar. Biz shu joyda o'z syomkamizni yakunlaymiz akalar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar akalar. Tomda ham